Assalomu alaykum. Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan o'moqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Yunon masallalaridan cho'mila bilan qarchi ketgan aytib beray. Burunning burunisida bir ho'ylidan bir tub chilan darxi bor ekan. U to'lim egiz, buk baraqsan o'sgan bo'lib, butun ho'yliga soyi tashlab turadi ekan. Chilan darxining tagida bir kamari bor ekan. Bu cho'mila podshohligi ekan. Qator cho'milla har kuni chilan darxining tagida tinmay ishlaydi ekan. Pishg'irim issiq bo'layotgan yoz kunlarining birida bir qari chekatga bu ho'yliga kelib qopdi. U chilan darxini ko'rib, "Pa, nima degan baraqsan, nima degan egiz chilan darxi bu, a? Uning ustini makon tutib, jahannam huzurni ko'rmaymi?" deganlarni o'ylabdi. Qari chekatga yupurmoqlari toza, quyuq kun nuri tushmaydigan bir shoqi yomishib chiqibdi-da, so'zilib yetibdi. Ondan zuq-shuq bilan chirildab naqsha aytishga boshlabdi. Daraxtning tagida cho'millar terlab pishgan holda kamarg'i bug'doy dallarini to'shiyotgan ekan. Tuyuqsiz anglangan naqsha sadosi ularni jalb qilyapti, lekin biror sumu ishdan to'xtab qolmabdi. "Qadrli cho'millar", debdi qari chekatga. "Sizlar buncha jabr tortib nima qilasizlar? Yenimga kelib soydig'ash, men bilan birga naqsha aytsanglar bo'lmamdi?" Cho'millar uning taklifini qabul qilmabdi, balki o'z ishini davomlashtiraveribdi. "Yaxshi ko'nglinga rahmat qari chekatga", debdi cho'millar. "Sen bizni yeniga taklif qilavermay, o'zingning naqsini aytavergin. Bizning sen bilan birga naqsha aytib o'ltirishga vaqtimiz yo'q. Biz vaqtni ching tutib ishlab oziq-to'lik yig'ib, ochliq omrimizni to'ldirib olmasak bo'lmaydi. Hozir tayyorlikni puxta qilib olsak, qahraton qish kunlaridan xotirjam o'tib olaymiz." "Tozimi hamoqat bir nimalar ekanda bola", deb o'ylabdi qari chekatga. "Qish kunlaridan azroqmi shapi yo'qtirsa, buncha jabr deb oziq-to'lik yig'ishning nima hojati? Yoz texi endi boshlandi. Yoz kunlar texi uzun. Hey, voy, bo'ldilar. Bu ahmoqlarning g'amini yeb nima qilay? Eng yaxshi sozimni chelib, naqshamni aytib, kunlarimni xushal o'tkazaychi." Shunday qilib, qari chekatga butun yozni to'xtamay naqsha aytish bilan o'tkazibdi. Cho'millar bo'lsa tinimsiz ishlash bilan mashg'ul bo'libdi. Kunlarni qo'g'lishib, oylarni qo'g'lishib o'taveribdi. Kuz kapdi, g'azan bo'lgan chilan yupurmoqlarini ko'z shamli pak-pakiz uchirib ketibdi. Qari chekatga yalang'ochlanib qolgan chilan shoxlaridan ayrilib, panohlanish uchun g'azanlarning orasidan makon tepishga majbur bo'libdi. Qish fasli yetib keldi. Shivrig'an chiqib, sunyaklardan o'tkidak sovuq zaminni qaplabdi. Yozicha naqsha aytib, o'ynab kulib yurib, qishliq oziq-to'likning g'amini qilmagan qari chekatga hamma yerda qatirab yuradigan, ba'zida uchrab qolgan o'chib yupurmoqlar bilan qo'rsqini astarlab, ochtoq yashaydigan holga tushib qolibdi. Ish buning bilan tugamabdi. Uda bir necha kun qor yig'ib, butun zamin oppoq qor ostida qoldi. Qari chekatkining bunch qilin qorning ostidan yemaklik tepib yeyalishi asla mumkin emas-da. Shuning bilan u sovuqda g'al titrab, ochliqdan uchaylari tortishib shumshib qoldi. U qayg'urgan holda illiq yoz kunlarini o'z aytgan yaqimliq naqshlarini aslab yosh to'kibdi. Bir kechda qo'rsqi qattiq ichib ketgan qari chekatkining mong'udak holi qolmabdi. U yoz bo'yi tinmay ishlagan cho'millarni ko'z oldiga keltirib, o'zining qishliq oziq-to'ligini g'amlab qo'ymaganlik uchun pushaymon qildi. Tuyuqsiz u yiroqdagi xira chiroq yo'riqini ko'rib qoldi. Shuning bilan echirqigan hamolidan ketgan qari chekatga putlarini tast yo'tkab, qilin qorni kechib, chiroq ko'rinayotgan tarafga qarab mengibdi. "Qadrli cho'millar, ishqinglarni aytinglar", deb to'labdi. U titrgan ovoz bilan, "Ishkini tezroq aytinglar-chu. Men qari chekatga to'nglab ketdim.
Qo'rsqimni echib ketdi. Panoqlangudek makanim yo'q. Menga yegudek narsa beringlar. Bir cho'mila derisdan beshini chiqiribdi. Qori chekatga. Ha, endi esimga keldi. Biz qishni g'imini yeb ishlab yurganda sen nima qilgan eding? Men naqsha aytgan edim. Cho'mila qari chekatga masxara qilibdi. Naqsha aytdim dedingmi? To'g'ri, sen butun yozni naqsha aytish bilan o'tkazgan eding. Hay, endi sen usul o'ynab boqqina? Shundoq qilsang, to'nglamaysan. Qo'rsqo'ning oshqin nima bilmaysan. Axlarim, qori chekatga bak o'ringan cho'milla bak ishchankan-a? Bugungi ishni atiga qo'ysak, qori chekatgidek oqibatga qolamiz. Shuning uchun biz qori chekatgidek beparvo, xiyoli, o'rin bo'lmay, cho'millardan o'ginib, ishchan, tirishchan bo'laylik-jimi? Kech bo'lib ketibdi, amsa boltir uxlanglar. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.